Xalqimiz duoda bo'lib, like bosib turgani uchun 3 ta drabilkani bepulga beramiz. shu video ostidan 1000 ta like yig'ilsa, 1 dona drabilka beramiz. 1,5 ta like yig'ilsa, 2 dona drabilka beramiz. 3000 ta like yig'ilsa, 3 ta drabilkani beramiz xalqimizga. uyingizda bepulga ishlatib, dastavkani ishlar qilib olib bortirib beramiz. Like bosing, podpishka bo'ling va shu video izohlarida chiroyli fikrlarni kutib qolamiz. Chunki g'oliblarimiz kommentariyalardan aniqlanadi. Qancha ko'p kommentariy yozilsa, shuncha yutish ehtimoli ko'payadi. Yo'l qo'ya. Masofaga olib o'taverasizlar bemalol. 160, 170 gacha bemalol eng past to'klarga ishlayveradi. Eng arzoni 1,5 million so'mdan drabilkamiz boshlanadi. Bunisi aka mol bobi, qo'y bobi, xo'p, yorma holatda, keyin kepay holatda. 4 xil nasatkasi bor ekan. Son boshdan tushaveradi bemalol. Mana tushlari. Mana. Juda ham oson. Bemalol osongina tushib olib solaveradi aka. Xalq podpishka duo bo'lib tursa, bittadan like bosib qo'ysa aka, yana ham arzon qilib, skidka narxda qilib chiqarib berilaveradi. To'g'ri. Ashuna qilib chiqarib beradi. Hop, keyingisi. Yorma. Mana javonashlar. Mana shularga sutali makkani yorma holatga olib keltirib beradi. Jasuraga qo'y bobi maying qilib chiqarib beradi. Mana. Mana poyani qaranglar. Maying qilib chiqarib berdi. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, aziz chorvalar insonlar. Bugun sizlarni og'ir yengil qilish maqsadida ishlab chiqariladigan universal drabilka olib kelganmiz. Olov birinchi ostida ishlab chiqariladigan drabilka narxlarini va ishlashlarni ko'rsatamiz. Arzimas mehnatlarimiz qo'llab-quvvatlagan holatda bir donadan like bosib iltimos qilamiz, hurmatli obunachilar. Pul mega va davomida shu videoni ko'proq ko'rish uchun sababchi bo'lasizlar xolos. Sifati o'zgarmagan holatda narxlari arzon qilib, elitga qaraganda bir qadam pastda, lekin nomerlarni ko'rsatamiz. Usta akalarimizdan bir qator ma'lumotlar beramiz akalar. Shu like bosgan insonlar hattoki bepulga drabilga yutib olishlari mumkin. Shuning uchun qo'llab podpishka bo'lib turaveringlar. Inshaalloh yaxshi tarqatgan yashil qilgan bilan barobardir. Shu sizlar ko'rib turib, like bosib kimlardir olib turib, shundan foydalansa, savobi sizga ham, bizga ham kelib turadi. Omajon. Ya assalomu alaykum Jasur aka. Sog'lik yaxshimi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tanjon isomi? Rahmat. Charchamasdan kelib oldingmi aka? Keling aka. Xudo xolasa Jasur aka yana bir bora xalqimizga chiroyli qilib, drabilkalarimizni tavsiya qilib, obzorini qilib beramiz Jasur aka. Xo'p, hozirda Jasur aka 2 xil variantda drabilkamiz chiqaryapti. O'sha 2 xil variantli drabilkamizni chiroyli qilib obzorini qilib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib xalqimiz, obunachilarimiz podpishkada bo'lib, duoda bo'lib tursa, bir donadan like bosib qo'ysa, xudo xolasa chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz aka. Hop, hozir 2 xil variantda dedingiz. Birinchi bo'lib so'raydigan narsamiz, universal drabilkalarda garantiyalar qanaqa? Garantiyalari bor. Har bitta drabilkamizning garantiyasi bor. Xonadonlarga olib borib ishlatib yurgizib, 1 oy sinov muddat beriladi. Sinov muddat beriladi. 1 oy sinov muddat beriladi Jasur aka. Hozirda xalq orasida eng xalavoy, eng yaxshi sotilayotgan drabilka qaysi drabilkalar? Hozirda eng xadavoy ketayotgan drabilkalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Eng arzon aka 1,5 million so'mdan boshlanadi. Bormi 1,5 million? Eng arzoni 1,5 million so'mdan drabilkamiz boshlanadi. Faqatgina dom mahsulotining o'ziga aka. Dom mahsulotining o'ziga 1,5 million so'mdan drabilkamiz boshlanadi. Ag'i eng xadavoy ketayotgan drabilkalarni bir qator hozir arzon qilib ko'rsatib beriladi. Xo'p, birinchi bo'lib. Bitta tortinchi g'ildiragi bor, masofaga olib o'taverasizlar bemalol. Bemalol masofaga balonlari bor. Balonlari bor. O'zini zashnilari, o'zini kulchatirlari, voltmetrlari bor, avtomati bor, to'kni ko'rsatib turadi, sifri. Xo'p. Eng asosiysi past to'kka ishlaydi Jasur aka. 170 gacha bemalol eng past to'klarga ishlayveradi. Xonadonlarga, past to'klarga ham bemalol ishlayveradi. Juda ko'pchilik aytadi, to'kim past deydi. Bemalol xudo xolasa past to'klarga ishlayveradi aka. Zo'r-ku. Ko'p. To'k tanlamas ekanda. To'k tanlamaydi. Xudo xolasa to'k tanlash holatlari bo'lmaydi. O'zini avtomati, o'zini zashni, voltmetri, sifrlar, to'klar ko'rsatib turadi. Endi Jasur aka buni 4 xil nasatkasi bor. Nasatkalarni bir qator ko'rsatib o'taylik. Xo'p, bunisi aka mol bobi, qo'y bobi, xo'p, yorma holatda, keyin kepay holatda. 4 xil nasatkasi bor ekan. Qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Bularda endi masalan Jasur aka eng qizig'i bu setga tushish joyini bir qator bir ko'rsatib qo'yaylik. Juda ko'pchilik gaga boltli
ekan deyishadi. Yo'q, bizda gaykabozlik yo'q, lekin atak bat ochilmaydi aka. Qani, Setkalar yonboshdan tushaveradi bemalol. Mana tushlari. Mana. Juda ham oson. Bemalol osongina tushib olib solaveradi aka. Eng asosiysi. Yana keyin Jasur aka buni o'sha kattalashgan varianti. Kattalashgan varianti hampalari nechiga necha? 52 ga 52 bo'ladi hampalari. Kattalashgan varianti, kichkina variantdan emas. Kirish joylari ham kattalashgan. Keyin o'zi vakuum bilan o'zi tortadi. Havo to'siqchlari bor, betga, yuzga urmaydi. Tepaga sachramaydi. Ha, tepaga sachramaydi. Mana havo to'siqchlari atiq qo'yilgan bu narsaga. O'zini xotish. Zaslonka qoppog'i. Buni vazifasi donli mahsulotlar chiqarilayotganda kerak bo'ladi. Shunday, donli mahsulotlarni tarafdan dukkakli maydalangan, bu tarafdan sutali. Shunday. Qattiq. Tiralar. Xo'p. Keyin chiqishlari ham kattalashgan varianti. Hop, Chiqishlari ham kattalashgan varianti. Og'izlari mana katta. Zo'r. Motorlari Jasur aka 3.5 kilovatli, 4 kilovatli motorlar qo'yilyapti. Hop. Motorlarga o'sha garantiyalar beriladi, ishlatib yurgizib beriladi. Jasur aka xudo xolasa aksiya narxda, optim narxda qo'yildi. Narxlari xudo xolasa eng arzoni faqatgina Olov brend ostida chiqadi aka. Narxi eng qiziq aka, optim narxda 2.100.000 so'mdan qo'yib yuborildi aka. 2.100.000 so'mdan. Xudo xolasa nimasi bo'ladi? Xalq podдержка duo bo'lib tursa, bittadan like bosib qo'ysa aka, yana ham arzon qilib, skidka narxda qilib chiqarib berilaveradi. Hozir 2.100.000 so'mdan faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxi aka. Qarang, birinchi 10 talik klientimizga Xo'p, bitta o'zi narxda qo'yib yuboraylikmi? bo'laveradi aka. Mana shu 10 ta telefon klienti o'shalarga shu ro'yxat bo'ladi-ku baribir. Shunday. Berib yuboramiz. Birinchi 10 talik aka eng arzoni qilib, xudo xolasa 200.000 so'mdan skidka narxda 1.900.000 so'mdan chiqarib beramiz aka. 1.900.000 ga 1.900.000 so'mdan universal drabilkamizni chiqarib beramiz aka. Birinchi 10 talik aksiya narxda. Omali ekan aka, shetiga bir dona like bosib, chiroyli kommentariy yozib qo'ysa aka, xudo xolasa har o'yinimizda masalan agar har bitta hamda videomiz masalan xudo xolasa shartlarimizga yetsa, doimligida 3 ta video beriladi aka. 3 ta drabilka beriladi. Xo'p, shartlari videodan yana aytamiz. Qarang. Ushbu ko'rib turgan drabilkamiz motori alyumin. Alyumin obmodga. Agar shuni mislisi bo'lsa, necha pul bo'ladi? Misli bo'ladigan bo'lsa, 300.000 so'm qo'shilib qoladi. Shu. 300.000 so'm qo'shilib. Va yana qanaqa drabilkamiz bor? Xo'p, endi bu o'sha 3.5 kilovatli motorimiz. Endi hozir kilovat kattaroq drabilkamizni ko'rsatamiz. Xo'p, mana bunisi. Ya'ni bir xil, farqi yo'q buni. Deyarli bir xil. Hamma yo'g'i bir xil. Razmerlari, katta kichiklari bir xil. Faqatgina motori. Motorda farq bor. Motorda o'sha toza 4 kilovat quvvatini beradi bu. Toza 4 kilovatli. Bu 3 bo'lsa, bu toza 4 kilovatli ekan. Bunimiz necha pul? Buni narxi aka 2.5 million so'm. Joyimizda. Joyimizda 2.5 million so'm. Aksiya narxida 2 million. Aksiya narxi 2.300.000 so'm chiqyapti aka bu ham. 200.000 so'mdan boshida 10 talikka xudo xolasa skidka narxda chiqarib beramiz aka. Xo'p, barcha materiallar yangi ishlatiladi. Hozir video davomida oxiriga ko'rsangiz, sexdan usta akadan ishlarni ko'rasizlar. Eski eski narsa yo'q bu yerda. Hammasi yangi, sveji keladi. Shunday. Materiallarimiz ham lazerda kesiladi. Jasur aka mana bir qator ko'rsatib o'taylik. Lazerda, masalan, balyarkada ishlatilmaydi. Lazerda kesib o'tadi. Hozir yana bitta bu yerda boshqacharoq ham ko'rdim nariga. Xo'p, bu ham bir xilmi? Yumaloq variantni ana shu bitta ko'rsatib qo'yaylik. Yumaloq varianti Jasur aka bu. Yumaloq varianti. Faqatgina mana shu drabilkamizni yumaloq varianti xolos. Bu narxi necha pul? Buni narxi ham shu narx aka, bir xilda chiqadi. Motorga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Motorga qarab narxi o'zgaraveradi. Hozirda masalan bu ham o'sha faqat shakli xolos. Qolgan joyi hamma yo'g'i bir xilda. Mana hurmatli akalar, drabilkalarimiz bu narsani olgandan keyin bilasizlar-da, hali qulayligini, rohatini. Bungacha bor-u. Shunday. Ha deb u ekan, bu ekan, u zo'r ekan deyverasiz. Olinglar, keyin rahmat o'rasiz. Ancha-muncha chorada ham molni semetrishga ham foyda, ish hajmini kamaytiradi, tez bo'lishiga sababchi bo'ladi. Albatta, yengillik, qulaylik ancha bor. Ancha bor. Qulayligi bor. Har bitta choradagi avvalo bu kerak. Shunday. Jasur aka endi hozir bir qator bo'lmasam, chiroyli qilib don mahsulotlarni mana sotali makkalarni olib kelib qo'ydik. Chiroyli qilib hozir ko'rsatib, chiqarib, yurgizib beraylik bo'lmasa Jasur aka. Hurmatli obunachilar, donli mahsulotlar ishlab
Tortishlarga qaranglar. Keyingi. To'tali makami. Hozir. Böyle. Yeter. Hurmatli obunachi. Kelin, bitta o'zingiz ko'rsatib bering. Birinchi bo'lib. To'g'ri. Ashnaqa chiqarib beradi. Hop, keyingisi. Yorma. Hurmatli obunachilar. Mana shunaqa To'tali makani yorma holatga olib keltirib beradi. Apparatlarimiz. Jasur aka, ho'l poya. Setkalarni birdagina almashtirib bosaveramiz. Mana qaranglar. Setkali varianti. Ishlar qarang. Zo'r-ku. Bo'ldi, o'chiravering. Ha. Qani bitta ko'rsatingchi. Jasur aka qo'y bopi. Mana qilib chiqarib beradi. Mana qo'y bopi. Endi bu yoqda mol bopi. Mol bopi. Xo'p, endi ho'l poyamiz. Qanisi ho'l poya? Ho'l poyamiz Aralashib ketdi-yu mayinligidan. mana. Mana poyani qaranglar. Mayin qilib chiqarib berdi. Shunaqa holatga keltiradi. O'zagini maydalab beradi. Ha, ho'l poyani Jasur aka setkali holatda chiqarib ko'rsatildi. Xo'p, bo'ladi. Omajon, Setkali holatda. mana bir qator apparatlarimizni ishlashidan ko'rsatdik. Aha. Xudo xolasa shu paytgacha kim olgan bo'lsa, negativ yoki jalba kelgani yo'q. Shunday. Avvalo ishi sifatidan. Aha. Bundan buyon xudo xolasa yana xalqni shunaqa drabikalarni ishlab chiqarishdan davom etiraveramiz. Xudo xolasa nima desa bo'ladi? Xalq duo qilib padeshka bo'lib tursa, yana xudo xolasa chiroyli qilib, yana ham yangiliklar yaratib, chiroyli qilib yana chiqarib beraveramiz. Eng asosiysi aka, narxini har videomizda o'sha sindirish. Narxi sindirish. Maza qilsa, xalq maza qilsin deydi-yu. Xudo xolasa chiroyli qilib, narxlarni arzon qilib chiqarib beraveramiz aka.